Shu ichkarigi qayrilib o'sganda hozir, to'g'rimi? Hozir pastga egilganingizda qanaqa egila olasizmi pastga? Oddiy grejani operatsiyasini noto'g'ri qilinganini hisobida 8 yildan beri qiynalyapti. Hasanjon, qaraysiz? Necha yoshdasiz? Men 6 yoshda. Necha yildan beri bu dard bilan og'riysiz? 8 yil. 6 yoshimdan, 3 yoshimda greja bo'lganman, yoshligimda, chaqaloqligimda. Grejam sho'rganda, bir yil yaxshi yurdim. 2020-yil ayolni tor boshladim. Bir xallar aytdi, qarindoshchilikdan bo'lgan dedi. Bir dori yozib berdi, dori 2 yil oldik. Har kun 3 millionga bir seki dori beradi, uni o'zi qimmatda. Hozir bora olmayapsizlar. Yo'q, bora olganimiz yo'q. Nimaga bora olmayapsiz? Pul yo'q, yo'l kiraya. Samarqandga borish kerak edi. Uyga qayerdan daromad keladi? Shu pensiya. 900 ming pensiya olasiz. 800 ming shunday olaman. Faqatgina shu bilan kun ko'rasizlar, to'g'rimi? Hozir nima yo'q, mablag' yo'q. O'tirib o'zim shunday hozir dorilarni ichganman, dori beruvdi. O'zini Xudo yaxshi ko'rgan bandasi deb dard beradi, sinov beradi. Mendan battarlari bor bu dunyoga. Nojaramlar bor, yurolmaganlar bor, ko'rmagan bor, hatto tashqariga chiqa olmaganlar bor. Holatingizda sizni shukr qilishga arziydigan nimalaringiz bor? Shukr qilagan onam bor. Onam biza bo'ldi. Onam yo'qotishdan qo'rqaman. Boshqa narsadan qo'rqmayman. Oddiy bir gul bo'lsa ham, oddiy bir shu narsa olib bera olmasa ham shu onasi mehr ko'rsatsa bo'ldi. Dardni beruvchi Alloh, beruvchi davosi ham Allohda. Bu bola hozir mana qiyinchilikda shu dardga shukr qilib turibdi. Bu bola bizdan hech narsa so'ramayapti. Biz iltimos qildik, gaplashaylik, suhbat qilaylik. Hech narsa kerak emas aka, menga. Men Xudoga shukr qilaman. Eng asosiysi onam baxtimga sog' bo'lsa bo'ldi deb faqat shu gap qaytardi. Mablag' bor insonlar agar befarq bo'lishmasa, shuni ehson qiling. O'zlarini kartalariga mana yuboring. Ancha oldin yaxshi sog'lom bo'lib yurib ketishi mumkin. Bundan keyin ham sog'lom bo'lib yurib ketishi mumkin. Davosi yo'q kasallik emas. Puli yo'qligi hisobida o'zi jamiyatdan ko'p insonlar ajralib qoladi. Bundan tashqari mana shu pulsizlikning orqasidan davolana olmasdan ham ajralib qolgan bolalar bor-da. Mana shu ochilgan kartalar o'zlarining nomiga ochilgan. Biz shunchalik keldik, sizlarga xabarini berdik, sizlar ko'rdinglar. Befarq bo'lmanglar. Iltimos qilamiz. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.